Assalomu alaykum Toshkent davlat agrar universitetining qadrli talabalari. Bugungi darsimizni demak yetakchilik ta'lim yo'nalishini talabalariga pillalarni tayyorlash va dastlabki kuchlar berish fanidan olib boramiz. Bugungi darsimizning mavzusi demak tuman bosh pillaxonasining tuzilishi va unda joylashgan barcha demak bo'limlar, holatlar, umuman uning tuzilishi haqida bugun suhbatlashamiz. Qadrli talabalar, umuman pillaga dastlabki kuchlar berish bazasi hammamizga ma'lumki, demak o'quv adabiyotlarida shu paytgacha qilingan ilmiy tadqiqotlarda qilingan jarayonlar barchasini inobatga oladigan bo'lsak, olimlarimiz tomonidan demak quyidagicha tavsiya etilgan. Demak, birinchisi tuman bosh pillaxonasini umumiy olib qaraydigan bo'lsak, 3 qismga bo'lib o'rganiladi. Birinchisi tuman bosh pillaxonasining tashqi qismi, ya'ni unda nimalar joylashganligi. Ikkinchi qismi tuman bosh pillaxonasining demak dastlabki ishlov berish qismi, ya'ni asosiy qism hisoblanadi va uchinchisi qabul punkti qismi. Agar biz ketma-ketlikda buni biz o'rganadigan bo'lsak, birinchi tashqi qismni o'rganishimiz kerak, keyin pillalarni qabul qilish punkt qismini o'rganishimiz kerak va uchinchisi asosiy qism pillaga dastlabki ishlov berish bazasi qismini o'rganishimiz kerak bo'ladi. Bugungi video darsimizda asosiy joyi, ya'ni tuman bosh pillaxonasini dastlabki ishlov berish haqida olib boriladi. Tashqi qismda esa biz shunchaki video jarayonlarda ko'rsatib o'tamiz. Qadrli talabalar, demak pillaga dastlabki ishlov berish bazasining ikkinchi qismi bu qabul punkti qismi hisoblanadi. Qabul punkti qismida demak zvenolardan kelgan tirik pillalarni qabul qilinadi va qabul qilish jarayonida demak navbat kutish joyidan keyin zvenolardan kelgan pillalar albatta mana bunga o'xshagan qattiq idishlarda, ya'ni tirik pilla sig'adigan joylarda bo'lishi kerak. Pilla parti bilasiz, qabul punktida tirik pillalarni turli joyda namunalar olinadi. Namunalar olinib, bu joyda demak yashiklarda qattiq idishlarga topshirilgandan so'ng birinchi navbatda massasi aniqlanadi. Undan tashqari tumandan keltirilgan pillarni navlarini aniqlash uchun demak GOS 31257/2004 standartiga muvofiq 5 xil navda ajratiladi. Birinchisi demak birinchi navli pilla, ikkinchi navli pilla, keyingisi nostandart, navsiz va qorapochoq pillalarga ajratiladi. Mazkur demak biz navlarga ajratish jarayonini sizga ko'rsatib o'tamiz. Qadrli talabalar, demak tuman bosh pillaxonasi pillaga kelgandan so'ng yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, demak GOS 31257, ya'ni tirik pillalarni ajratish uchun maxsus talablar bor. Bunda olib kelingan pilla partiyasini turli joydan biz namuna olamiz. Avvalo pilla partiyasi nimaga aytiladi? Tuman bosh pillaxonasiga keltirilgan tirik pillalarning har qanday miqdoriga bitta pilla partiyasi ataladi. Ya'ni sanoat pilla partiyasi. Ehtimol demak bitta yashik kelsa ham, bir nechta yashik kelsa ham bu pillalarni biz bitta pilla partiyasi sifatida qabul qilamiz. Shuning uchun olib kelingan pillani turli joylardan biz namuna olishimiz kerak bo'ladi. Namunalar 250 grammni tashkil etadi. Mana shu tayyorlangan demak qopchalar agar to'ldirilsa, bunga 250 gram namunadagi pilla joylanadi va buni biz qabul punktining laboratoriyasida tahlil qilib navlarga ajratib ko'ramiz. Demak, pilla namunalarini olamiz. Tag qismlaridan ham olishimiz talab etiladi. Buning uchun talab etiladi, albatta bu xolislar tomonidan aniqlanishi. Turli joyda namuna olishning asosiy sabablaridan biri, hurmatli talabalar, demak namunani to'g'ri tahlil qilishdan iborat. Chunki ostki tomonida navsizroq pillalar miqdori ko'p bo'lganligi sababli turli joyda namuna olinadi. Agar shu kelgan pillaning hammasi bitta pilla partiyasi namunasi bo'ladigan bo'lsa, bu yashikni tushirib olib, keyingi qismdan ham biz namunalar olishimiz mumkin bo'ladi. Namunalar yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, birinchi nav, ikkinchi nav, nostandart, navsiz va qorapochoq pillalarga ajratiladi. Demak, mana shu namunadagi xaltacha me'yor hisoblanadi. Bu xaltachaga 250 gram namuna ketadi. Mana shu 250 gram namuna tuman bosh pillaxonasining laboratoriyasiga jo'natiladi. Laboratoriyada esa buni yuqorida ta'kidlangan 5 xil navga ajratib, demak mana shu xaltachada berilgan namunadagi xulosa butun boshli pilla partiyasini qanday navlarda ekanligini aniqlab beradi va qurt boquvchiga ham tayyorlangan pillasi uchun shu namunada haq to'lanadi. Biz tuman bosh pillaxonasini dastlabki ishlov berish bazasiga yetib keldik, ya'ni dastlabki ishlov berish bo'limida demak tirik pillalarga birlamchi ishlov beriladi. Sanoat asosidagi pillalar bilamizki, pilla g'ummagi jonsizlantirilishi kerak. Agarda bu pillalarni vaqtida jonsizlantirmaydigan bo'lsak, bundan
kapalak teshib chiqadi. Ya'ni o'z biologik holat bu. Kapalak teshib chiqqandan so'ng buni nava, ya'ni teshik pilla bo'ladi. Bundan egilib, polani egilib sifati bo'lmaydi. Ya'ni polani egiluvchanligi pasayib ketadi. Shu nuqtai nazardan biz mana bu xodimlarimiz tomonidan pillalar demak agregatlarga qo'yiladi. Mana mazkur agregatlar demak mana ko'rib turgan jarayonda siz tirik pillalarni jonsilantiruvchi agregatga, ya'ni agregatning bunkeriga joylashtirdik. Bunkerida mana bu ko'rib turgan birinchi namuna demak pillalarni qalinligini nazorat qiluvchi uskuna hisoblanadi. Ya'ni dozator deb nomlanadi. Ya'ni o'lchami bir xil o'lchamda, ya'ni 3 santimetrdan yuqori bo'lmagan holatda bir xilinada bo'ladi. Buning asosiy talabi siz ko'rib turgan mazkur agregat Xitoy Xalq Respublikasida ishlab chiqarilgan takometr agregat hisoblanadi. Bu agregatni ishlash funksiyasi boshqa agregatlarga nisbatan qulaylik tomonlari bor. 24 xil rejimda ishlaydi. 24 xil rejimning asosiy nimasi qulaylik tomoniki mazkur agregat ko'p jihatdan avvalgi ishlatiladigan agregatlardan farq qiladi. Endi buning eng qulayligini yana takrorlab qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsam, agregat 24 xil rejimda ishlagan taqdirda ham buni biz quruq pilla holatda ishlata olishimiz mumkin. Avvalgi agregatlarimiz bilamizki, demak qisman quritish rejimida, yarim quritish rejimida ishlatilganda, keyin maxsus quritish ayvonlarida quritilgan. Siz ko'rib turgan takometr agregatida esa bu xususiyat, ya'ni pilla to'liq qurigan holatda, havo quruqligi holatigacha me'yorga qo'yib qo'yiladi va mana shu holatda pillaga ishlov beriladi. Keyingi jarayonda biz agar ko'radigan bo'lsak, bu agregatning umumiy tuzilishiga qaratadigan bo'lsak, demak tirik pillalar joylanadi. Konveyerning harakat tezligiga qarab rejimlar o'zgartiriladi. Ya'ni mana bu joyda ishchi transportyorlarning harakat tezligiga qarab rejimni o'zgartirish mumkin. Rejim qayerda o'zgartirishni keyingi videoda ko'rsatib o'tamiz. Mazkur agregat boshqa agregatlarimizga umumiy ko'rinish jihatdan deyarli o'xshaydi. Ko'rib turganingizdek, mazkur agregat ishchi transportyorlarga ega. Mana o'zingizda ko'rib turganingiz, demak birinchi navbatda umumiy ko'rib turganingiz bu demak yuklovchi transportyor. Undan keyin kamerani ichidagi ishlov beruvchi transportyorlar hisoblanadi va undan tashqari mana bu ko'rib turgan joyingizda mana tashqariga olib chiquvchi ishchi transportyorlarga ega. Demak 3 xil transportyorga ega. Birinchisi yuklovchi, ishlov beruvchi va tashqariga olib chiquvchi. Bundan tashqari boshqaruv pultini aytib o'tdim. Shu jumladan mana bu ko'rib turgan joy bu kalorifer, ya'ni kamera ichiga issiq havoni beradigan, olov yonadigan, ya'ni tabiiy gazda yonadi bu. Tabiiy gazda va yonida turgan joy bu ventilyator. Ventilyator havo quvuri orqali kameraning ichiga issiq havoni yo'naltiradi. Ventilyatorning tepa qismidagi quvurni ko'rib turibsiz, demak mana bu joydagi. Demak bu quvurda kameradagi issiq havo aylanma harakatini qaytib kelgandan so'ng to'g'ridan to'g'ri o'sha issiqlik boshqa yoqqa chiqib ketmasligi uchun yana kameraning ichiga kiradi. Ya'ni havo aylanma harakatda bo'ladi. Ya'ni ruschasi aytganda sirkulyatsiya jarayoni, ya'ni aylanma harakat jarayonida bo'ladi. Mana shu issiqlik haroratini boshqa nimalarga gaz bosimi to'g'ridan to'g'ri ulanib turgan bo'lsa, yuqorida aytgandek boshqaruv pulti orqali nazorat qilish imkoniyatiga ega. Ya'ni eski rejimga agregatda kameradagi haroratni, olovni pasaytirish, ko'tarish bilan boshqariladigan bo'lsa, buni hamma jarayoni markazdan yuqorida ko'rsatganimdek boshqaruv pulti orqali amalga oshiriladi. Bugungi darsimizni Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Nurlitong Silk klaster korxonasidan olib bordik. Ushbu korxonaning umumiy tuzilishi albatta respublikamizda namunali bo'lganligi uchun bugungi darslarimizni mana shu joydan olib bordik. O'ylaymanki, keyingi darslarimizda bundan keyingi mavzularimizni, video darslarimizni davom ettiramiz va o'zingiz bilimlaringizni ya'ni mustahkamlab borasiz, to'g'ridan to'g'ri mana shu jarayonda kuzatgan holatda. E'tiboringiz uchun rahmat, o'zingizni ehtiyot qiling.